2025 yil 30 iyun kuni soat 21. Oh da mening yurtim kanalida Ona serialining uzoq kutilgan 92 qismi efirga chiqadi. Bu o'zbek kinosining haqiqiy durdonasi bo'lib, tomoshabinlar qalbini zabt etishda davom etmoqda. Ushbu qism yana bir hissiy dovul bo'lishini va'da qiladi. Unda drama, iliqlik va chuqur insoniy hikoyalar mujassam. Serial an'analar va zamonaviylik o'rtasida muvozanatni mohirona saqlab, qahramonlar taqdirini samimiyat bilan ochib beradi. Ona o'zining usta ssenariysi va aktyorlik mahorati bilan ajralib turadi. Bu har bir qahramonga hamdardlik uyg'otadi. 92 qismda tomoshabinlarni asosiy syujet chiziqlarining rivoji kutmoqda. Oilaviy rishtalar, sevgi va qiyinchiliklarni yengish yana oldinga chiqadi. Rejissyorlik ishi o'zbek koloritini noziklik bilan yetkazadi, operatorlik suratlari esa ko'zni quvontiradigan manzaralar bilan boy. Musiqiy hamrohlik his-tuyg'ularni kuchaytirib, serial muhitiga shongitadi. Bu serial chuqur hikoyalar qanday suratga olinishi mumkinligini va madaniy o'ziga xoslikni saqlab qolish namunasi. 92 qismni o'tkazib yubormang, bu sizning qalbingizda iz qoldiradi.